Assalomu alaykum va rahmatullohi aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, kuzatib boruvchilar. Hop, bugun haftani yakshanba kuni, haftaning oxiri. Yo'limizni yoqqanimizga 2,5 sutka vaqt bo'ldi. 59 soat bo'libdi, hisoblab ko'rdim. Juma kuni soat 12 larda ko'mirimizni tashab, 127 kilo ko'mir tashab yoqishni boshlaganmiz. Xudo xolasa ungacha nima ishlar qilganmiz, bularning hammasini tushuntirib o'tamiz. Bugun 14-dekabr 22:57. 59 soat vaqt bo'libdi. Hop, ko'mirimizni ko'ramiz. Ko'mirimiz shu ko'mir qolgan. Ertaga 12 gacha yonib bersa, 3 sutka tegilmasdan yoqqan bo'lamiz. Xudo xolasa. Hop, birintimizga alohida e'tibor berasizlar, yozib qo'yganmiz. 21-asr tiplo. Hop, yonishlar ishlab turibdi. Xudo xolasa, bu kunning orasida katta yo'lda ko'p rasxod qilib borayotgan edi, chala yoqib chiqarayotgan edi. 35 ga 35 35 ga 80 edi. 35 ga 95 qilib qo'ydik. Ishlashini 35 sekund ko'mir haydab beradi, 95 sekund dam oladi. Hop, gradus kechqurun 60, kunduzga 55-50 gradusga tushirib qo'yapmiz. Isib ketib qolyapti bo'lmasam. Shunaqa sistemada ishlab turibdi. Xudo xolasa, kartonimiz chiroyli bo'lib ishlab turibdi. Xudo xolasa bizni kuzatib borsalar, ertaga qancha qolganini, ko'mir qancha qolganini hammasini qo'yib boramiz. Qancha rasxod qilganini oxirida inshaalloh chiqarib beramiz sizlarga ertaga yoki bo'lmasam ertadan keyin. Bizni kuzatib boringlar. Katta yo'l haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Ungacha nima ishlar qilamiz, ularni ham chiroyli qilib tushuntirib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. 21-asr tiplo ishlaringiz chiroyli qilib bitkazib beradi.